Sen ko'zingni ochasanmi yo'qmi? Ha? Seni bolalik davring o'tdi. Bundan beri dadangga yordamchi bo'lishing kerak. Oilangni o'ylagin. Sen oilamizni kattasisan, qanaqa bo'lasan? Sal fikr qilgin. Qachongacha kuydirasan odamni? Men nima qildim, oyi? Men nima qildim? Ha. Sen biron bolasini urganing, hech narsa qilmaganing, ha? Ha? Yaxshi, ularni dadangga rahmi kelib, arizasini qaytarib oldi. Ular pulni ro'kach qilib, men ustimdan kulishdi. Ko'rib bolasi ko'r bo'ladi degan yaxshi gapmi? Oybek, o'sha tarbiyasizning haqoratini hech kim ko'rgani yo'q, eshitgani yo'q. Lekin uni ko'zidagi jarohati seni aybdor ekanligingga dalil bo'lib turibdi. Tushunyapsanmi sen shuni? Oyijon, tushunyapman uni. O'zi aslida-chi o'sha qorachiqini ham chiqarib yuborishim kerak. O'chir ovozingni. Qanaqa bo'lasan sen, ha? Bo'ldi. Dadangga rahmat deyapman. Dadangga rahmi keldi shularni. Dadang bo'lmaganda qamalib ketardi. Sen tushunyapsanmi shu gapni? Bo'ldi qilinglar iltimos. Uyda Men kirganim qizlaringizga yoqmadimi deyman. Mana ishladingiz, ishlayapman. Mana hozir Xudoga shukr maosham olyapman. Hayotim sal bo'lsa ham izga tushdi-ku. Bolam, bunga chiqib ketgani yo'q. Nimaga chiqib ketdi unda? o'g'lim. Singlingga sovchi keldi. Onang bilan maslahatlashib, singlingni turmushga bermoqchimiz. Sen nima deysan, o'g'lim? Menga baribir. Uzatsanglar, uzatib o'ringlar. Aslida sen to'ng'ich o'g'limsan. Birinchi bo'lib seni uylantirishimiz kerak edi. Shunga aytyapman. Xafa bo'lmaysanmi? Hay yo'q, nimaga xafa bo'laman? Lekin sovchilar ancha yaxshi joydanga o'xshaydi, bolam. Akasidan keyin uzatamiz desak, oyog'ini turib oldi. Yaxshi, to'g'ri qilibsizlar unda. Sen xafa bo'lmasang bo'ldi, o'g'lim. Dada, men xafa bo'lmayman. Dabdabali to'y qilmasak-da ko'rpamizga qarab oyoq uzatamiz. Mayli, yaxshi o'tirgan. Menimcha bolani ko'ngli o'ksidi. Nima bo'lganda ham avval akasini uylantirib qo'yishimiz kerak edi. Dadasi. O'g'il bolani xohlagan paytda uylantirish mumkin. Lekin qiz bolani joyi chiqqanda bermasak, kech bo'lib qolishi mumkin.